13 sotixlik, kadastr dokumentlarida ham 13 sotixlik xonadonimiz Qo'chirchiq tumanida joylashgan. Mana bu Qo'chirchiq tumani gaisi deydi. Lubzavoddan burilib Oqqo'rg'onga keluvchi yo'lda shundoq kelganingizda maktab bor, mana Paxtabod deydi. Mana shu maktabga yetmasdan shu ko'cha, shu yerdan 100 metr kirganingizda shlaka blok turibdi. Shlaka blokdan o'ngga burilasiz, chapdagi birinchi uy. Toshkent shahariga 60 kilometr, tuman markaziga 5 minutlik yo'l. Maktab, bog'cha hammasi yaqin. Umumiy maydoni 13 sotix. Kadastr dokumentlarida ham 13 sotix, maydoni ham 13 sotix. Hamma tomonlama o'ralgan. Sharoitlar hammasi bor. Mana xonadonimizga kirganimizda o'ng tomonda mana garajga kiradigan xonasi, bu yoqda oshxonasi, kladovkasi. Mana bu yoqda yana qo'shimcha yerlari bor. Ochiq. Yashash xonalari 10 ta, ichimlik suv, gaz, svet, suv hammasi bor. Lokatsiya ham zo'r joyda joylashgan, tinch joy. Mana bu yerda bitta eshik bor, bu yerda spalniyaga kirib ketadigan joy, bu yoq kladovka. Oshxonasi, xonalari bor. Naryoqda ham bitta kichkina xonasi bor. Eng qizig'i hovlisini qarang, kattaligini. Kattagina. Uyda ichki xonalarga kiradigan bo'lsak, kirganingizda bu yoqda bitta xonasi bor. Mana bitta anaqasi bor ekan, issiq отопление turbasi bor ekan, issiq bo'lib turadi. Choy ichib o'tiradigan joy. Bitta xonasi, buni ichkarida boya ko'rsatdim, tashqaridan kirsa bo'ladi degan spalniya xonasi mana bu yoqda. Mana bu eshikdan kirsa bo'ladi, boya darvozadan kirib kelaverishsa. Bu yoqda zal. Zal ham kattagina. Bu yoqda yana bitta xonasi, bu ham spalniya bo'yicha. Bu tomonida bitta ikkita 10 metrlik xonasi bor, uzun bitta xonasi bor. Oshxonasi. Yangi qurilgan, bu tomon yangi qurilgan. Oshxonaga mo'ljallangan shunaqasi bu yoqda. Mana bu yoqda tandir, o'choq, mangallar, shashlik qilish uchun alohida qo'yilgan. Bu yoqda endi qo'y boqsangiz ham bo'ladi, lekin hamma tomoni o'ralgan, narigi qo'shnilar bilan. Toshkent shahariga 60 kilometr, tuman markaziga 5 minutlik yo'l. Eng zo'ri mana hovlisi kichkina ekan. Ertaga mehmonni chaqiradigan bo'lsangiz ham bo'ladi. Shu yerda o'zida bir bazm qo'ysangiz ham bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsak, 55 ming AQSh dollari. Yana kelishadigan joyi bor.